sobiq hamkasblarim bilan ko'rish uchun Get Ready With Me va ushbu xonada o'zimga qish hamda bahor uchun yangi kiyimlar xarid qildim. Hozir 4 ta obraz ko'rsataman, qaysi biri ko'proq yoqdi izohlarda yozib qoldiring. 11-sinfimda men 1 yil ambassador bo'lib marketing komandasi bilan birga ishlaganman va bu ish men uchun katta opit bo'lgan. Marketingni o'rganish, komanda bilan ishlash va hamkasblarim orasida eng kichkina bo'lganim menga juda ham yoqardi. Chunki yoshlariga yarasha ular уже bitta kasbning egasi bo'lib, katta tajribaga ega bo'lishgandi. Hozir esa yarmimiz har xil joyga tarqalib ketganimizga qaramasdan, hali ham ora-orada yig'ilib turamiz. Meni fikrimcha, yoningizdagi odam yoki klubning ichida har bitta qilayotgan ishingizni analiz qilmasangiz, ya'ni nima gapirdim, nima qildim, to'g'rimi, noto'g'rimi degan fikrlar bo'lmasa, demak siz to'g'ri odamlar hamda to'g'ri joydasiz. Mana shu obraz menga ko'proq yoqdi, chunki temnoy siniy bo'lgani uchun yuzim sirazi ochildi, chunki bundan oldingi ranglar bilan taqqoslab ko'rsangiz, bu yerda terimning rangi ancha ochroq. Bundan boshlab videoda ko'rsatib o'tadigan barcha kiyimlarimni men siz topishingiz qulay bo'lishi uchun stories hamda Telegram kanalimda qoldiraman. Qaytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki keyingi videoda обязательно bu kiyimlar bilan stilizatsiya qilamiz. Va oxirida komfortli odamlar bilan komfortli obrazni ko'rishga qaror qildim. E'tiboringiz uchun rahmat, hammaga xayr.